الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد hürmetlik aziz ko'rurman qarindoshlar bugun 11 ayning 13 kuni Sharq Turkiston xalqining tarixidagi eng muhim ve unutulmaz bir gün bo'lganligi uchun bugungi kunda yillardan beri yüzdirane o'zaro bir araya kelib ailemiz, bolalarimiz bilan bu günümüzde alayda qutlash uchun nurg'un faoliyatlarni qilib bu günümüzde şehitlerimizni eslab ve şehitlerimizin iş izlerinde meniş için hem yüzümüz hem evlatlarımızga bu izni kaldırış için nurg'un faoliyatlarni qilatdik. Afsus bu Xitoy virus sebebinden yüzdirani bir araya kelish imkoniyatimiz bo'lmaganligi uchun bu tor orqali bo'lsa-mu yüzleşeyle degan maqsadda bir suhbatda o'ldirabdik. Bugungi bu suhbatimizda Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi Abdurahmon Qarim bilan tor orqali qarindoshlarga bir Cumhuriyet günümüzdeki to'g'risida xalqimizni tabriklash maqsadida bir uchirish bormiz. Hammalarningki hammalar hoş geldinglar ve Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi Abdurahmon Qarimning bu suhbatga kelganligini qarshi olaman. Abdurahmon Qarim bu Cumhuriyet günümüz biz için qandaq bir gün bu to'g'risida bir so'z qilib bergan bo'lsalar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aldı ölen bütün dünyadaki vatandaşlar nerede yaşayatkan olsun, qat'i nazar meyle vatanda olsun, meyle sırtda olsun. Bütün vatandaşlarımızın ki bu Cumhuriyet gününe tebrikleyimiz. Bulup mu Gollandiyada yaşayatkan qarindoshlarimizni Cumhuriyet gününe qaytadan tebrikleyimiz. Çünkü bunda deyişinde özleri dep ötkendikidek biz yıllardan bu yan bu Cumhuriyet gününe bir ara gelip bir şu merkezimizde kutlap degandek kelayotgan ama Xitoy virusi sebebilik biz hem de bu bir yerga kelinmay qoldik bu yil. Allah'ın izniyle inşallah kelar qatim bu Cumhuriyet günümüzde inşallah vatanimizde ötküzüşke Allah'ın tileyme ve şundakla qarindoshlarimizniki yana tekrar Cumhuriyet günümüzde tebrikleyme. Hem de özleri debetler bu Cumhuriyet günümüzdeki ahmiyeti doğrusu da bir söhbet qildi degan bo'ldilar. Bu Cumhuriyet günü degan söz nahayeti çoğun bir gepken bu. Bir insan mesela nimiş kılına deyimiz desek bir insan balasınınki, insan oğlununki şu dünyaya kelip şu kılalaydıgan işe en çoğun işinin birisi şu devlet kuruş keninde. Devlet kurgandan ikinci bir narsa o devleti tutup duruşken. Ay işki narsani kılalap kalsa şu bir milletin içinden şu bir adam şunu kılalap kalgan bolsa şu milletinin yüzüne yoruq qildi ekan. Ta ebedil ebed yoruq qildi ekan da o millet. Bir kavm. Demek ki mesela bizdenki hazır bügen hayacan içinde yaşadık. Dostlarımız vatandaşlarımız Facebook'ta olsun, sosyal medyada olsun, WhatsApp torları olsun, birisimizni tebriklep şunda kızgın bir hal, bir keyfiyatta yaşadık endi. Bu muşu ehmiyetlik bir günü muşu ata-analarımız şu ecdatlarımız 1933 yılı 11. ayının 12. günü bir kurup koygan. Ondan keyin
mayli uzoq davom qilsin, davom qilmasin, undan keyin yana shu undan keyin kelganlar 1944 yili 11 ayning 13-kunchisi yana uni asliga keltirdi. Endi şunun qarta mayli Xitoy besib olgan bo'lsa-mu, qaytadan 6 yildan keyin 1949 yili 10 ayda gerçi Rusya ve Xitoyninki hamkorligida bu davlatimizni elib ketib olganlarni jo'shtirish bu nimasi bilan fojiasi bilan bu davlat ketgan bo'lsa-mu, shularning mushu davlatni qurib qo'yganlik sababidan bugun kungachalik mana bugun shu bo'lganligi uchun biz tabriklayapmiz. Shu bayroqlarimiz bo'lganligi uchun shu esyapmiz, avatyapmiz, qutlayapmiz, tabriklayapmiz, hayajon ichida bugun yashayapmiz. Bunda deyarlik agar shu quranmagan bo'lsa shu davlatni, shu e'lon qilinmagan bo'lsa, shu bayroqni tiklamagan bo'lsa, bugun kunda bizningki holimiz nim bo'ladi, ya'ni nimani tabriklayapmiz, nimani qutlayapmiz. Endi demek bu kunning ahamiyati acayip bir cho'ng bir ahamiyatli bir kunken inson bolasininki bolalariga va yoki o'zining millatiga qoldirib qo'yadigan eng cho'ng narsa bu davlatni qurib va yoshitish. Buningdan cho'ng bir narsa bo'lmaydi ekan. Buning ta'mini biz tetyapmiz, surgunda yashayapmiz, 20 necha yil bo'ldi. Sırpta sürgün yaşayatımız her yılı şu 11. ayınki 12. günü keldime biz şunu kutlap, şunu kötürep, şundan bir bəhrəmən bulab, şu konumuzni kötürep, məniyatımızı kötürep, şunda yaşayatımız. Bunda deyərlik, qanda oldu bizge əmdi şu vəzifə bir milletke, ata-analarımız, əcdadlarımız kurup koyuptu. Əmdi kəgə vaxtı biz bulanın izini meniş bu günni yanı biz mi evlatlarımızga kurup topshirish bizning vazifamiz. Bu kunni tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan bir aqli va bir inson kallasi joyida bir inson buni so'zlasak buning oxirisi chiqmaydi. Buning bizningki qildigan ishimiz nima desak, biz tirmishib mana bugungi kunda da'vo yuksalib taraqqiy qilib shunda ilgirlashlar bo'ldi. Yanami xalqimiz, millatimiz bel qo'yib etmey, yani şu bir yakın baş, bir yandan kol çıkarıp, degandek mo'riga tirib, mushunda pelliga, yuqur pelliga ketib qolgan vaqtda, tirishib, mushu qurilgan davlatimizni 3-chi qatim, yani qurish bizningki, mush Uyg'ur millatininki yoki Sharq Turkistonliklarning vazifasi va qechib qutlanmaydigan bir mecburiyeti. Bunu çünkü biz hemmimiz bilyapmiz, hemmimiz ko'ryapmiz. Xo'sh, sizlar aytgandek haqiqatan bu nihoyat muhim bir kun bo'ldi. Ko'pincha asosli hamma vatandoshlarimiz o'zaro tabriklashib bu kunni yaxshi bir kun o'tkazdik. Degandek zaten bütün dünyada bütün milletlerinin o'zining bir davlat kunisi bordi. Shunga o'xshash bizning mushotir bo'lganimiz bu kunni biz uchun meros qoldirib ketganlik uchun biz bu kunni tabriklayapmiz, tantana qilyapmiz. Ama muhim bo'lgani bu kunni asli keltirish, bu bizga tushgan mas'uliyat va majburiyat. Buni qanday qilgan vaqtida bu kunni yani 3-chi qatim asli keltira olamiz degan bu savol endi hammamizningki beshida bor, ham bo'lish kerak. Hem avlodlarimiz cho'ng'ilyotdi chet ellarda. Bularga sindirishimiz kerak. Buni cho'rdab hamda qanday qilib bu davoni taxmivalqi o'zimizning avlodlarga, cho'ng'ilayotgan yoshlarga buni bu davlatni asli keltirish uchun bu kunni taxma cho'ng dag'dug'lik o'tkazishninki muhim deb qaramlar, masalan bolalarga buni ta'sirini qoldirish masalan. Bak muhim bir mavzu sual bo'ldi yoki bir
nima qilish, tushunish to'g'risi bu mavzuni o'tirib qo'ylar. Endi men buningga meningki ojizona o'zimningki bir fikrimni o'tirib qo'yishning oldida bir narsani degim keladi. U bo'lsinmi men shu vatanda vaqtimda shu Xitoy shu Uyg'urlarningki tashkiloti bo'lmaslikni qattiq tashabbus qilyapti-da. Endi tashkilot degan narsani tashkilotning ta'sini şu depkaga adamın hayatı yoktu. Bu kadar öçtü hem de. Şu teşkilat şunda bir küçük nokta boğaç zaten onu zaten yoktu bitip diyendek bir araya keltürmekti. Bu nime için bunda bulduğandı, bunda bu Xitay bu kadar teşkilatın kokaydıgandı dep oylasam çetege çıkandan keyin ve bu devletlerin kuruluşu, devletlerin ki ayakta turuşu bu nima uchun qanday bo'ldi deb buni o'ylangandan keyin men shunda tushunib ketdimki bu shu bir millatningki shu tashkiloti bo'lmasa tashkiloti bo'lmayla tursa bu davlati bo'lmaydi ekanchi. Bu davlat qurilish uchun dastlabda tashkilot bo'lish kerak ekan. Bu tashkilotlashib undan keyin bu bir vazifa tushadi ekan. Şunun bilan ondan keyin tashkilot bir davlatga aylandi ekan. Agar tashkilot bo'lmay qolsa, bu vaqt davlat qurilgan taqdirda bu parchalanib yana yo'qolib ketadi ekan. Mayli masalan insonlar xalq bir qopdi deyli. Bir qopib ya dushmanni qo'g'lab chiqadi deyli vatandan. Ondan keyin tashkilot mahkam kuchliq bir tashkilot bo'lmaganlik tufaylidan boshqaramay davlatni kimning gapiga anglaydi, kim nima ishni qiladi, bu tartiblanmaganligi uchun tashkilot bo'lmaganligi uchun bu davlat parchalanib ketgan ham boshqalarning qo'lida qolib qolgan ish ekan. Buning misolini deb kelsak, nurg'un misol bor. Bizning davlatlarimiz bo'lsin, boshqalarning davlatlari bo'lsin, nurg'un misollar bor. Buni biz yashadik hammamiz. Onun uchun biz shu davlatni, bizning devletimizni qurish uchun biri shu tashkilotni kuchaytirishimiz kerak. Tashkilotlar birga kelib, tashkilotning hammasi degidek bir millatning tashkilotlari qancha tashkilot bo'lsin mayli, u tashkilot birga kelib kim nima ishni qiladi, insof bilan qanday ishni kim qilsa bo'ladi, shu bir millatdan bo'lgan odam qilsa shu yetadi. Ama hamma tashkilot deyish kerakki, tashkilot bo'lib oxirida men nima ish qilman, men nada turman, mening rolim qolsa degandek bir-biriga mo'riga taqqan holda shunday nima qilsa, bu shunday mansa bu davlat cho'qim qurildi. Qurilgandan keyinmi qanday bo'ldi desa, u yashaydi, u yashatqil bo'ladi, ya'ni davom qilgil bo'ladi deb qarayman. Yani göreyim şu ballarımız vardı. Biz elbette kolumuzun kelgenine çokum kılımız, kuçayımız, şunda teşkilatlanıp durup kılış gerek. Eğer bunun devamını hatta devletin kurgan kim mi? Şu ballarımız, evlatla bu devletin ki mühim işgalliğini bilmese o insan ya 50-60 yıl ya 20 yıl 30 yıldan keyin şu dünyanın ketadigan gap, onun ahirisini yapmadığanga şu evlatlarımızın yetiştirmesek yana bu devlet koldan ketadi, bu dava ilgi çıkılan adam çıkmaydı, bu devlet kuruluşu ters olurdu. Onun için bu iki narsa bek mühim deb qarayman. Birisi teşkilatni nim bo'lsin, teşkilatni kuchlandirish ve teşkilatning etrafıga yopushish, uyushish ve teşkilatlarni her devletlik kurulgan teşkilatlar, meyli vatanda içinde olsun, meyli sırıkta olsun, hemmisinin bir biği, bir zencilsiman, muşunda fədədə bombağaçılık, bu devlet kurulusu mu bir menfaatlik devlet bulmaydı. Yana ballarımız, tekrar deyim, ballarımızın, evlatlarımızı bu devletin mühim işgalliğine, devlet ilgi çıkışına üretmesek, yana bu devlet bulmaydı. Bu işkinesine kattık nemi kılış gerek. Yani bununla ehemmiyet veriş gerek. Muşunda bir millet, muşun işkinesiga, qanday bir milletnin işkinesiga ehemmiyet verse, bu devletinin kurulduğanlığı da şek yok inşallah.
Allah Teala her kanda bir milletke zemin bergen, devlet bergen, hem yaşaydığı yerini bergen. Ama bunu tutamlasa, şu koldan kitilgan işken. O misali biz mana sürgünde yaşavatımız, yaşarsan bulavatımız, halkımız vatanda qirg'inchilik qilinyotidi. Uningga ega chiqqan odam yo'q. Birimiz hech nima qilmayapmiz. Urug' tuqqanlarimiz, och singillarimiz, oilamiz, ota-onalarimiz bu qadar qiyinchilikda, bu qadar qirg'inchilik qilinyotsa, biz hech nima qilolmay mushunda turyapmiz. Mana bu biz dunyoda eng cho'ng bir misol bo'la olamiz. Buning uchun biz yana endi texmo kuchab mush ikki narsaga markazlashgan vaqtimizda inshaalloh devlet kurup o'zimizning vatanimizda yana bir qatim cumhuriyetimizni kurup yaşashga muyassar bo'lamiz deb qarayman. Nihoyat yaxshi fikrlar o'rtaga tushgan bo'ldi. Cenab-ı Allah bizlarni shu kunimizni, yani 3. qatimda asliga keltirishga Alloh nasib qilishini so'raymiz. Ve shuningla birga qaytadan takrar yana xalqimizning bu kunni tabriklaymiz ve bizlarni shu kunlarni keltirgan ota-bobolarimizning izlarida ma'nigan kishilarni qilishni so'raymiz. O'zlariga ko'p rahmat. Bu uchrashishimiz tunji uchrashish bu shaklda bo'ldi. Inshaalloh Cenab-ı Allah nasib qilsa bundan keyin yana bu shaklda uchrashishlar bo'lishlarni so'raymiz. Hammalarga ko'p rahmat, yana bir kuchlik. Allohga emanet. Allah özlergim Allah'a emanet, özlergim köp rahmet. Allah'a emanet hemmeyle.